She'r shoirning inja tuyg'uga, mehr-muhabbatiga limmolim qalbining aksi. Uni o'qiganingizda beixtiyor shoirning ko'ngil kechinmalari bilan birgalikda voqealarning badiiy talqinlari asosida ifodalanishi sizning ongu shuuringizga ko'chadi. Shoir tasvirlagan mayin nasimni tuyib, vatanga muhabbat, xalqsevarlik, ota-onaga hurmat, jamiyatning qonun-qoidalariga e'tibor bermoq, yaxshilikka, ezgulikka undamoq, yorga vafo, do'stga sadoqat singari teran hislar qalbingizda joy uradi. Shoira Muhabbat Ahadovaning she'rlarida ham shu tuyg'ular aks etadi. Marhamat, siz ham o'qib bahramand bo'ling. She'rlar hayotingiz mazmunini boyitsin. Aziz kitobxon, Muhabbat Ahadovaning Ona, eng yaxshi ona kitobini o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizda sizlarni kutib qolamiz.